Steples degan fermaga qoldim. Mana shu cho'tka ekan. İchida ishkal zali bor. Bu yoqda mana teriladigan karam mahsulotlarni prosta ko'rgazmasini qo'yib qo'ygan ekan. Ekranida ishvoqlarni berib turar ekan. Mingdan oshiq ishlar ekan bu yerda. Tennis o'ynaydigan joylar ham bor. Bu yoqqa chiqsangiz karavan. Bu yo'li ham shunaqa. Oxiri ko'rinmaydi karavanlar. Turganlaringizda qator ketgan karavanlar. Tasavvur qiling endi 1200 mi qancha odam ishlar ekan. Karavan qanchalik ko'pligini. Har bir karavanga bir 5 kishidan ketadi. Sharoitlari yaxshi. Ular faqat karam salat fermalar ekan. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, elektron pochtasini tashlab beraman.